kelmay qo'yaversalar edi-yu. Dadam uyda bo'lmasalar-u degan bo'laman Allohga qasam. Nimaga? Dadam juda ham qattiq edilar-da. Dadamiz uyda bo'lsalar biz halovatimiz bo'lmasdi. Dadang desa qotib qolardik. Qo'rquvda dadamiz uyda bo'lsa ruschasiga strah deydi-yu. Qo'rquvda yashardik-da, hatto savlatlarni o'zi bosib qo'yardi. O'ta qattiq qo'rqardik-da otamizdan. Dadamizga erkalanib bitta savol ayta olmaganmiz. Shuning uchun mana xotiralar dedingiz-ku, dadamizga erkalanib bir narsada bir deyarli xotira ham yo'q-da, uka. O'g'lim deb o'zlari chaqirib qolib bir erkalagilari kelib qolsa, yo boshqa qilib qolsa, yaxshi ko'rib qolsa, borib turib boshqamiz boshqa payt dadamiz uyga kelsalar biz boshqonada ovqat solib kelinsa ham qani bolalaring? Qo'ying, chaqir. Mana tiqir chekkada televizorda bir multfilm, nuppaga deb qolsam, "Hep zo'rmi bolalaring qani? Chaqir ko'rmaydimi?" Multfilmni ham ko'rmasdi. Shuning uchun dadam zulmkor emasdilar. Endi tushunyapman-da, uka. Shu yoshga kirib shu kasbni qilib ko'chada qiziqchi adoyi tamom bo'lib kelar ekan-da, uka. Hammanikini ko'tarib